Lexus mashinamiz tayyor. Radiatorlar hamma yo'g'i o'rnab bo'ldi. O'zi gaz quyishga tayyor. Hop, bunda simlari zavodskiy bo'lib ulandi. Unaqa ochiqcha ikkita relay bilan ulab qo'yilgani yo'q. Hamma yo'g'i o'rnida bo'ldi. Davleniya datchik, hamma yo'g'i zavodskiy bo'ldi. Hop. Salonlari hamma yo'g'i joy-joyida. Knopkalar o'rnadi. Avarinka kulchatlari bu tomonga olvering dedi. Bo'pti deb bu tomonga oldik. Hop. X3 mashinasiga 520 gram gaz ketadi o'zi. Qur'on. O'sha ishlashga tayyor. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tumanida Kalsovoyga yetmasdan chap qo'lda istirohat bog'i ro'parasida. Kimga agar shunaqa xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. Bizga podpiska, like bosgan, podpiska bo'lgan insonlarga addushi bonuslarimiz mavjud. Salon filtr, ya'ni chegirmalarimiz bor podpiska bosganlarga.